Agripars Group korxonasida yana bitta yangilik agregatga qo'l urdik. Hindistonning Shaktiman zavodini ko'rib turganingizdek, 4 kubalik go'ng aralashtiradigan prinsipini olib kelganmiz. Hozir kimga qiziq bo'lsa, videoni oxirigacha ko'rib borsanglar, qo'ldan kelgancha kichkinagina obzor qilib berishga harakat qilib o'tamiz. Bu agregatimiz aytib o'tganimizdek, o'psha ob'yomi 4 kuba bo'ladi. Mana bu pichoqlar, meshalkalar yordamida dalaga go'ngni chochib beradi. O'zini bu yoqda seplari bo'ladi. Videoda uni ham qo'yib o'tamiz. Sep yordamida pichoq yaqinlashtirib kelib beradi go'ngga. Bu go'ngga dalaga 10 metr, 15 metr ob'yomga bo'lgan kichkina, eng kamida 10-15 metr, 20 metrgacha bo'lgan ob'yomga go'nglarni sochib berish xususiyatiga ega agregatimiz. Ko'rib turganingizdek, bunkerlari baquvvat bo'ladi. Hamma yog'i silindr bilan jihozlangan. Hozir men chiqdim, men tushishini ham ko'rsataman. Bemalol 1 tonnali odamlarni ham ko'taradigan mustahkam zinalar bilan jihozlangan bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, balonlar ham baquvvat, shirokiy balon bo'ladi. Dalada zaxli, ho'lli, yomg'irli paytda ham botib qolmasdan bemalol go'nglarni, udarbinalarni polniy dalaga chochib berishga o'zini hissasini qo'shadigan katta balonlar bilan jihozlangan bo'ladi. Kechqurunlari ham bemalol dalada ishlatsanglar bo'ladi. Chiroqlari o'zining elektriskilari bilan jihozlangan. Mana silindrlar yordamida kam ko'p sepishni ham legirovka qilsanglar bo'ladi, o'zingizlarning xohishingizga qarab. Ko'rib turganingizdek, mana pichoqlari ham, otib beradigan, go'ngni ochib beradigan pichoqlari ham qalin detallar bilan jihozlangan bo'ladi. Garantiyalari bilan kimga mana shunaqa agregatlar kerak bo'lsa olishingiz mumkin. Bu yoqda ham polniy hamma sistemasi silindrli bo'ladi. O'zini silindr richaklari bo'ladi. Richaklar yordamida legirovka qilsanglar bo'ladi. Buni yana qo'shimcha xususiyatlaridan ham ko'rsatib o'tamiz. Mana bu yoqda o'zini aytib o'tganimdek moy bachoklari bo'ladi. O'rini bo'ladi. Bemalol o'rinlar yordamida moyi qancha qolgani, silindrdagi moylarni ko'rsanglar bo'ladi. O'zini filtrlari bilan jihozlangan bo'ladi. Bu yoqda ham filtrli datchiklar bo'ladi. Moy davleniyasini bemalol ko'rib tekshirsanglar bo'ladi. Mana bu yoqda dozatorlarning eng qichig'i italyanskiy variantlari qo'yilgan. Elektrik shetlari ham mavjud o'zida. Elektrik shetidan polniy elektrik sistemalarini ham legirovka qilsanglar bo'ladi. Kimga yana mana shunaqa agregatlar kerak bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqsanglar, biz sizlarga to'liqroq ma'lumot berib o'tishga ham harakat qilamiz.